Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari hamda YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugungi mehmonimiz Nexia 2 avtomobili. Kapot qayrilgan. Inshaalloh bu o'zi chiqadi. Filtrlar ketgan. Lonjronlar ikkala tomoni ham qayrilgan. Xudo xolasa lonjron filtrlarni o'zini qilib beramiz. Ruga, fara, bamper o'sha narsalar almashadi. Xudo xolasa ijroini ko'rsatib boramiz. Kuzatib boringlar. Xudo xolasa bomba yechishtirib bir qator tortib, yengil asosiy tortishga o'tdik. Inshaalloh lonjronni tortamiz, xudo xolasa. Lonjronda ahvoli mana. Buni tortib, tekizlab chiroqni chiqarib olish kerak. Bo'lmasa bulga ichkarida, bamfer ichkarida, fara bilan bamfer zazori katta, shunaqa kinoxona bo'lib qoladi, xolos. Xolasa chiroqni qilib tayyorlab beramiz, inshaalloh. Soatimiz millari ham mana 11 da ko'rsatyapti. Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana Nexia 2 avtomobilimizning yig'ish jarayoni boshlandi. Xudo xolasa ham zo'r keldi. Radiatorlar qurilishlar ham, konditsionerniki ham hammasi joy-joyida. Xudo xolasa do'konga tushdi. Shunga ko'ra xizmatlarimiz kerak bo'lsa kelaverasizlar. Endi holatini xohlasangiz ko'rsatamiz. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, YouTube, Instagram kuzatuvchilari. Xudo xolasa Nexia 2 avtomobilini zazorlarini tekizlab, chiroqli qilib terib oldik. Kapotini sepadigan edik. Xudo xolasa sepmaydigan bo'lib chiqdi. Ozgina rektopga qildirib olsa, men kosmetika qilib oladi. Kosmetika qilib beramiz. Rektopga qildirib kelsalar. Xudo xolasa zazorlarga bir qator e'tibor berasizlar. Zo'r chiqdi. Inshaalloh. Xizmatlarimiz kerak bo'lsa kelaverasizlar. Manzilimiz o'sha. Katta ustalarimiz. Ha ustalar, qo'lga tarib qo'yamiz.